Hayotda ham xuddi shunday. Muammolarga, voqeliklarga, har narsaga nisbatan u bir nuqtani topishga uriningki, boricha his qiling, butun kayfiyatni aniqlay oladigan darajada bo'ling. Bir ijodkor uchun, bir gapirishni istayotgan odam uchun, bir fikrini bayon qilishga intilayotgan biri uchun bu juda muhimdir. Chunki siz topgan u nuqta adolatni nuqtasidir. Siz shunday bir masofa tanladingizki, qismlarni ham ko'ryapsiz, umumiy holatni ham, voqealarga munosabatda u nuqtada turasizki, hech kimga adolatsizlik qilmaysiz. Har tarafni to'g'ri, ya'ni sizni o'rab turgan jamiyatni butunicha ko'rishga urining. Bu 8, endi 9-si kelajakda deylik. Yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ofatlar,